Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 10 yanvar 2026-yil shanba kuni. Meni 29-kuni o'yinni to'xtatganim. O'yinni to'xtatish mumkin, o'yindan chiqish mumkin. Avvalambor biza o'zimizni tafakkurimiz, ong ostimizdagi o'y-xayollarni yo'qotishimiz kerak va o'yindan chiqish haqidagi jiddiy qarorni qabul qilish kerak. Shundagina o'yindan chiqish mumkin. Ibodatlarimizni kuchaytirib, istighforlarni aytib, hammasini xolisona qilsak, o'yindan chiqish mumkin. To'g'ri, o'yin chiqishda, o'yinni tark etayotganda bizni o'yinga bo'lgan intilishlarimiz davom etadi. Chunki bizani illyuziyalarimiz, ong ostimizdagi shu yutgan pullarimiz bizani tinch qo'ymaydi. Shu pullar esimizga tushadi. Shu pullarni katta pul yutganlar illyuziyalarni o'ylab, yana ham xayollarga berilib, qo'limizda pulni qarzga berishni o'rnina ozgina bo'lsa ham stavka shotlarini diqib, stavka qilib yutib olaman deb shu bor pullarni yutkazib qo'yish mumkin. Shu narsalardan xolis bo'lish uchun istighforlarni ko'paytiringlar. Inshaalloh bu o'yindan tark etsa bo'ladi, o'yindan chiqsa bo'ladi. To'g'ri xulosa qiling. Har qancha o'zingga ishonma, sen o'ynayapsanmi, yutkazishing omin. Sen to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida to'xtating, xulosa qiling. Inshaalloh bu o'yindan chiqib ketamiz.